xohar hamshiralariki erlari taloq beradilar, bizlarni o'yimizga keladi. Yo qizaylarimizki erlaridan beva bo'lib qoladi, yo taloq beriladi, nazar va mushkulot zindalik bilan bizlarni o'yimizga keladi. Jamiyaning ichiga mutoji bo'lsanglar, g'aribtarin va mazlumtarin kishilar shular bo'ladi. Hatto bizlarning xoharlarimizki zamoniki o'yimizga kelgidek bo'lsa, haqir ko'z bilan qaraladi bularga. Gafirar haq bularga berilmaydi. Va istiloh bizlarda ayollarimiz yengalari bo'ladi. Bularni tavhin va tahqiromiz gaplariga qoladi. Va jamiyaning ichiga ham bir pastarin ayollar bilinadi. Ammo Hazrati Suraqa ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qiladilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qol: "Ala adullukum ala afdalis sadaqa." Ey sahobalarim, oyo behtarin va yaxshitarin sadaqaga men sizlarga rahnamolik qilmaymi? Ashob tabiiyki aytdilarki, "Bali ey Rasul Xudo, bizlarga dalolat qiling. Yaxshitarin sadaqa qaysi sadaqa?" deganda aytdilarki, "Ibnatuka mardudatan ilayka." Qizginangki taloq bilan senga rad qilinganda, yo eri o'libdi, beva bo'lib qolibdi, sizni o'yingizga kelganda, laysa laha kasibun g'ayruka. Yo'qdi unga munfiq xarj qilayotgan kosib yo'q bajuz az o'zingizdan boshqa. Zindaligiga, kolasiga, tirikchiligiga, hammasiga sizga qo'lingizga muhtoj bo'lib qolganda, behtarin sadaqa aytdilarki, shunga xarj qilishlikdir. Lihozo, hurmatli azizlar, qiymatli azizlar, bizlarni xoharlarimiz nazar va zindalik va mushkulot bilan agar o'yimizga kelgan bo'lsa, chiki yerlari o'libdi kelibdi, va chiki taloq beribdilar, chiqarib qo'yib beribdi o'yidan, hech qaysi ko'y yo'qdi o'yimizga kelsa, bizlarda haqqimiz yo'qki, xotinlarimizni zariyasi bilan ularni tavhin va tahqir qilgay bo'lsak. Hurmatli og'alar, vallohiki minglarcha xotin insonga topiladi, ammo xohar degan narsa topilmaydi. Chinon bir mehribonki Robbil alamin qisi janobi Musa alayhisolatu vassalomga Qur'oni azimishshanda o'rtasiga va matniga bizlarga bayon qiladiki, ey janobi Musa, Allohi mutaol bir katta ne'mat sizga berganki, xoharingizni zariyasi bilan idtamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh farja'naka ila ummik. Zamoniki onangiz Fir'avnning jallodlarini qo'lidan sizni daryoga taylab edi, daryoni fahlusidan tobutiki o'sha taxtayki o'shani ichiga edingiz, siz ba istiloh sandiqning ichiga daryoni fahlusidan keladi, beqaror edi sizda. O'sha xoharingiz ediki sabab bo'ldi va Osiyo onamiz Fir'avnning xotiniga aytdiki, bor men sizlarga rahnamolik qilaman, bir xotiniki suti nihoyat shirin va sut beradi shu bachaga. Onangizni qo'ltiqqinasiga borishingizga sabab bo'lgan shu xoharingizdir. Lihozo ota-onalarimiz qarigan dunyodan ketayotganda endi bizga xohar topilmaydi. Agar zindaligi dunyo bilan bu dunyoga kandi kafarlari bor. Robbil alamin nikoh degan narsani buyurgan bo'lsa, taloq degan narsani ham Qur'oniga ijozat berganda, taloq bilan xohargina biz o'yimizga kelgan bo'lsa, eridan taloq olib agar qizimiz o'yimizga kelgan bo'lsa, zindaligini peshiltalmay, ijozat bermaylarki jamiyani va hamsoyalarni xotinlari buni tavhin qilsa. Qizni masalasiga ham Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar bir kishi bir qizni dunyoga tarbiya qilgan bo'lsa va zindabag'ur qilmasa, misli johiliyatda yaxshi adab bergidek bo'lsa, jannat Robbil alamin shunga vojib bo'ladi. Yo'q, va eng behtarin sadaqaiki bizlar Robbil alaminning oldiga qabul bo'lsin desangiz, shu xoharginangizga, o'zingizga kelib o'ltiribdi, kasi ko'yi yo'q, va shu qizginangizga bor taloq bilan yoki yeri o'lishlik bilan kelibdi, shunga xarj qilalingki behtarin sadaqa ekan. Allohi mutaol hamma bizga tavfiq amal bersin.